Assalomu alaykum azizlar. Hozir sizlarga fransuzlarni qanday tushirishni ko'rsatib o'taman. Buni ko'pchilik biladi. Bilmaganlar uchun aynan bunda o'ng tomonga ozgina teparog'iga. Keyin uchun e'tibor bersanglar, ozgina tegizib olamiz. Qiyaroq qilib uriladi. Mana shunday qilib. Shunaqa. Hozir orqa tomondan bir ko'rsataman. Mana orqa tomondan ko'rinishi fransuzcha. Hop, o'ng tomon ozgina teparog'i, ozgina. 2 yana 3 ichkariga kirgiziladi. Ozgina qiya holatda. Mana bu to'g'ri bo'lsa, mana ozgina qiya holatda. Shunday otiladi. Shunaqa. Manfaatli bo'lgan bo'lsa videomiz, like, podpiska esdan chiqmasin. Rahmat e'tibor uchun.